kecha Yakkasaroy mahallasida davom ettirdik. Bugun mana Dilbuloq mahallasida davom ettiramiz. Shunaqa qilib hamma 20 bitta mahallada bir kundan o'tamiz. Hamma o'ziga biriktirilgan hududni biladi. Obodonlashtirish xodimlari ham, BSK xodimlari ham. Bo'lmasam bugun mana shu yerda oxirigacha qilaylikda vaziyatdan kelib chiqib keyin narigi tarafga o'tdik. Narigi tarafda menimcha unaqa ham qog'ozga o'ralmagan, bu yoq tarafda bor.